Bismillahirrohmanirrohim. Mana azizlar, oldimizda Arafa kuni ham turibdi. Arafa kuni qilinadigan eng afzal amalni aytib o'tamiz. U esa roza tutishlik. Arafa kuni roza tutishlik haqida ulamolarimiz aytadi: "Vaqad ittafaqa al-fuqaha'u ala istihbabi siyami yawmi Arafa li ghayri al-hajj." Hajga bormagan insonlar Arafa kuni roza tutishligi bu mustahab bo'lib hisoblanadi. Ya'ni sunnat, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham bu narsaga o'zi targ'ib berib ketgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadisda keladi: qaysi inson Arafa kuni roza tutadigan bo'lsa, ya'ni 9-Zulhijja, ertaga Qurbon hayiti bo'ladi degan kun roza tutadigan bo'lsa, u insonning 2 yillik gunohi kechiriladi. O'sha roza tutgunga qadar qilingan 1 yillik gunohi va roza tutgandan keyingi qilinadigan gunohlarini Alloh subhanahu va taolo afv etadi. Aziz birodar, o'zingiz tafakkur qiling. 1 kunlik roza sizni 2 yillik gunohingizni kechirishligiga sabab bo'layapti. Bu albatta juda yengil va foydali savdo. Alloh subhanahu va taolo barchamizga ushbu savdoni qilib, Alloh taoloning marhamatidan foydalanishga imkoniyat bersin.